Shuning uchun hozirdan, mana hozir necha yoshman? 13 yoshman. Hozirdan kasb uchun, hunar uchun harakat qilsang, ertaga erga tegsang ham aytmaydi u. Deydi, bu 20 yil, 24 yil odam bo'lay deb, kasb o'rganay deb harakat qilgan deydi. Bekorga lallayib, susayib yurmagan deydi. Ha 20-24 yoshda erga tegding, kasbing, hunaring, diploming yo'qmi aytadi, qol deydi. Bir deydi kashay bo'lib yurgan deydi. 24 yil umriga achinmagan deydi. O'zini umriga achinmagan men deydi uni. Вообще deydi, dabdala qilib tashlayman deydi. Shuncha uradi, so'kadi, kerak bo'lsa xotin oladi. O'sha uyga ham olib keladi o'sha xotinni keyin. Sen indamay jim o'tirib pisayib chidaysan. Nimaga? Chunki aytasan, 2 ta bolam bor, 3 ta bolam bor, qanday boqaman deysan. U ham biladi. U ham nomard. U aytadi, 24 yil umrimni zoyaga ketkazganmi, bitta kasb o'rganmaganmi, o'zi uchun mas'uliyatli bo'lib, ertaga men jamiyatda, oilamda, kelajagi uchun bolalarimni o'rni uchun harakat qilmagan ayolni nima qiladi? Tepadi, oyog'ini artadi, tufuradi. Bo'ldi. Agar sen o'sha tundan ertaga mana bunaqa rejim, sen bu yoqqa, men bu yoqqa desang, ana eram aytadi, deydi, bu balo deydi. Bu balo deydi, onasi hamsin deydi, buni men haydasam deydi. Katakdan haydasam deydi, u dunyoda o'zini o'rnini topadi deydi. Chunki uni duxi bor, hunari bor, kasbi bor deydi. Mensiz ham o'zini boqa oladi deydi. Ana shu erlar ham aytadi, deydi. U men bilan deydi, pul uchun emas deydi. U mensiz ham zo'r deydi. Конечно, ne qilib yursang aytaylik deydi. Tanasini boshqara olmaydi, bir cho'mila olmaydi, kir yuradi, bir yuziga qaramaydi, bolalari ham bir manqasi oqib yuradi deydi. Конечно, seni ham shunaqa manqaga aylantirib qo'yadi. Chunki bugundan agar manqa bo'lmoqchi bo'lsang, uxlayver, qishayib yuraver, manqa bo'lib. Agar birovlarni manqa qilmoqchi bo'lsang, bugundan yorib tasha. Erta kech bo'ladi. Erta o'sha kech mana manqalashib turibdi bular. Ko'rding, bitta noto'g'ri nimasi, harakati shuncha akulalarni ishdan qoldiradi.